7 sigaret kuniga homilador ayolga mumkin. Sigaret chekkanda odamni organizmi, ayniqsa tomirlar уже bunga ko'nikib boradida, shu nima deydi, baribir yerni vibratsiyasi juda ham tezlashib ketgan shu to'g'risida aytmoqchi edim. va bizni transformatsiya qilishga ulgurmaymiz. Mana odamlar, ayniqsa yoshi kattalar 5 yil bepushtlik, ikkita natija bermagan eko Mana bo'ladi shunaqa qaynanalar yoki kelinlar, endi hammani har xil muammosi. qo'rquv immunitetni tushiradimi? bugungi kunda kasal bo'lish juda qimmat. Yillar davomida yig'ib keldinglar, yo men qanaqa qilib bir pasda tuzataman. Demak, boshladik va nihoyat anchadan beri buni niyat qilib yuruvdik. Xalqimiz ayollariga yordam berish uchun saviyasi, ilmi, bilimi, meditsina tarafdan, psixologiya tarafdan yanada mukammal bo'lishligi uchun bu proyektimiz juda ham muhim deb o'ylayman. Inshaalloh, bismillah deb boshlaymiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, davomiy bo'lsin, xayrli bo'lsin va manfaatli bo'lsin ayollarimiz uchun. Mana bizani Xudo xolisa ko'rib ko'pchilik xursand bo'ladi deb o'ylayman. Mana shu Covid davri men o'ylaymanki hammaga turtki bo'ldi. Bitta tibbiyot tomonidan emas, har taraflama ayollarga ham o'zini o'sish nazariyasidan ham ko'pligiga turtki bo'ldi va men o'ylaymanki shuncha yig'gan ilmimizni, bilimimizni bo'lishish vaqti keldi. Shu paytgacha men o'ylayman, spikerlar bo'lgan, mana psixologlar, kouchlar, har xil yo'nalishda mutaxassislar chiqib gapirishgan. Lekin sizlarga o'xshab bunaqa yarki, chiroyli, o'ziga ishongan, shunaqa ilmi ko'p, klienti ko'p, bunaqa martabadagi doktorlar hali chiqib xalqqa ochiqchasiga gapirishmagan. Bu menimcha birinchi marta. Hamma narsa niyatga bog'liq. Yaxshi niyat yarim mol. Yaxshi niyat maqsadga bog'liq. Men o'ylaymanki, maqsad zo'r bo'lsa, ishimiz ham zo'r ketadi. Odamlarni nima deydi, eng yuqori pog'onada turadigan bu psixologiya, pedagogika va sog'lik. Shu ikkita yo'nalishni biz olib borsak, oila mahkam bo'ladi, sog' bo'ladi, mustahkam bo'ladi va семья ячейка общества deydi. Biza davlatimiz taraflama yo'naltirilgan har bitta strategiyaga biz ham hissamizni qo'shiladi deb o'ylayman. Bu ham katta narsa. Bu ham Xayrli bo'lsin, eng asosiysi xayrli bo'lsin, ayollarga manfaatli bo'lsin. Amin. Biz shunga harakat qilamiz. Amin. Muxlisa Saidakbarovna, birinchi savolim sizga. Mana aytishadi, odamlarni eng nozik joyi, organining ichida eng nozigi bu yurak deb aytishadi. Siz yurak bo'yicha mutaxassissiz, shuning uchun ham mana ko'pchilikda shunaqa gap ibora borki, yuragim sindi degan ibora. Shu yuragim sindi deb ko'pchilik ishlatishadi. Bu ruhiy og'riq, ruhiy bo'lgan og'riq jismoniy qanaqa ta'sir qiladi? Bir-biriga qanaqa bog'liq taraflari bor? To'g'ri, xalqimizda shunaqa gap keng tarqalgan, yuragim og'riq deb, sindi deb, ko'pincha yurakdagi psixologik og'riq aytiladi. Hozirgi zamonda juda stress ko'p, nafaqat ishda, balki uy anaqasida ham, nima deydi, atmosferasida ham, balkim insonlar hozirgi nima deydi, tez rivojlanayotgan zamonda ko'nikishi qiyin bo'lganiga ham stress ko'pdir. Balkim nima deydi, vaqt tez o'tayotganiga ko'plar ulgurmay qolyapti. Ulgurmayapman yashashga deyishadi ko'plar. O'sha ham yig'ilib qanaqadir baribir stress holatiga olib keladi. Bu yuragim sindi deganda yurak to'g'ri ma'noda singan bo'lmaydi, no qanaqadir mana shu zo'riqishlar yig'ilib nima deydi, mana shu zo'riqish hosil qiladi yurakda. No nima deydi, ko'pincha bemorlar kelganda psixologik ham yondashaman. Saqal hayotga yengilroq qarang deb, endi har bitta bemori o'zini muammosidan kelib chiqib, har taraflama yondashga harakat qilaman. Birinchi o'chirda shu yurakni tekshiruvlar olib boriladi va analizlar topshirilib, hammasi
anamnez degan narsa bor. Kasallik tarixi yig'ilib, hammasi birga anaqa qilinadi. No ko'pincha mana shu stress natijasida shular sodir bo'ladi. Manimcha hozirgi zamonda aytganingizdek hayot nimasi Tarzi tarzi juda ketgan. tezlashib ketgan, yerni vibratsiyasi juda ham tezlashib ketgan Mana shu to'g'risida aytmoqchi edim. va biza transformatsiya qilishga ulgurmaymiz. Mana odamlar, ayniqsa yoshi kattalarda, ular eski zamon vaqti bilan qolib ketishganda, Ular depressiyaga ham tushib qoladida shunda. shuni hisobiga ko'pchilik depressiyaga tushib qoladi va depressiya nimaga olib keladi? Albatta bu mana yurak zo'riqishi, yurak kasalligi. Manimcha o'zi bizda bo'lgan har bitta siqilish, zo'riqish, o'sha stress, travma hammasi bizani nozik joyimizga uradi. Endi nozik joy ko'pchilikda bu yurak. Ko'pincha tomirlardan anaqa boshlanadi. O'sha zo'riqish bo'lganda baribir tomirlarda qisqarish bo'ladi. O'sha qisqarish natijasida qanaqadir yurak og'rig'i paydo bo'lishi mumkin. Endi u patogeneziga chuqurroq qarasak, o'sha kislorod o'tmay qoladi. O'sha paytlarda mana shunaqa og'riq hosil bo'lishi mumkin. Bu bitta sabablardan bittasi. Boshqa sababi hozir hamma nima deydi, konditsionerga o'rganib qolgan yoki nima deydi, mashinada haydaganda shamol urishi mumkin. U osteoxondroz sababi bo'lishi mumkin. Endi sabablari ko'p. O'shaning uchun bemor kelganda kasallik tarixi yig'iladi, analizlar, kerak tekshiruvlar qilinib, bitta umumiy xulosaga kelinadi. Mana bizani ko'rib turganlarning ichida shunaqalar ko'p, bilasiz, Shirin Furqatovna, sizga ham shunaqa yozadiganlar ko'p. Mana bunaqa bo'ldi-da, aytvoring shunda javobini deyishadi. Mana bitta oson, bepul savoliga javobni bittada bilib olishni xohlashadi, lekin ularni biza hammani любой kasallik kim kelishidan qat'iy nazar, anamnezi, ularni analizi, ularni tarixi, oldin yoshligida nima kasal bo'lgan, keyin yashash tarzi, turmushga chiqmaganmi, chiqqanmi yoki mana bolasi bormi, yo'qmi, xullas hamma narsasini ko'rib, izuchat qilib o'rganib, keyin bir xulosa berish mumkin ekan, to'g'rimi? Mana bizani ko'rib turganlar ichida ham ko'pda shunaqa savol berib, bitta savol bersam maylimi deydiganlar. Shuning uchun azizlar, albatta kelib tekshirtirib va kerak bo'lsa hamma qog'ozinglarni olib kelib o'sha yil davomida, yillar davomida yig'ilgan Instagramda pochka EKG yuborishadi. Sizga qiyin emas u, shundoq qarab ko'ring, anaqa yo'qmi, nima deydi, og'ir narsa yo'qmi? Aytaman, u bitta EKG hal qilmaydi, kelib ko'rikka kelish kerak. Savolim bor edi. Muxlisaxon Saidakbarovna, endi bitta layfhak aytsangiz, bugungi kunda kardialniy shok yoki kardialniy patologiya deymiz, yurakni zo'riqishini qanaqa simptomlarga yoki shikoyatlarga odamzod ahamiyat berish kerak va birinchi o'rinda man bilamanki oshqozon ham og'rib qolishi mumkin, bo'yin og'rib qolishi mumkin. Bu infarktni birinchi zo'riqishini ko'rsatkichi, siz ham aytib o'tsangiz, ayollarimizni uyda o'tirishmasin, so'rashmasin mana shunaqa onlayn. Agar xavf bo'lsa, qaysi shikoyatlarga yoki xavf omillari bo'lishi mumkin, ahamiyat berish kerak. Birinchi o'chirda har manda ham shunaqa hodisalar bo'ladi, telefon qilishadi. Yuragim qattiq og'riyapti, nima qilay, tez bitta dorini ayting, shu og'riqni qoldirsin deyishadi. Men o'shanda aytamanki, yo'q, sizlar tez yordam xizmatini chaqiringlar, chunki men bilmayman nimadan boshlangan, qanaqa boshlangan. Bu balkim yurakni og'rig'i emasdir. Nima deydi, ekstreni biz hech narsa hal qilmaymiz, baribir o'sha tez yordam chaqirilgani yaxshi birinchi navbatda. Va eng asosiysi hayot tarzini mana hozirdan, mana 30 yoshdan o'zgartirish kerak, yoshlar ayniqsa. Mana shu hayot tarzini o'zini o'zgartirish boshlagandan, bu degani bizda hozir ko'plarda gipodinamiya holati bor, bu ofisni ishchilar bor, ofisda o'tirib kechgacha ishlaydiganlar. Даже shifokorlarning o'zi ham ko'pi mana ambulatorniy priyomda shifokorlar ham kechgacha o'tirishadi. Bu degani o'sha varikozni xavfi bor, nima deydi, o'sha sahr oshishi xavfi bor, insulin resistentность hosil bo'lishi xavfi bor. Shuning uchun birinchi o'chirda hayot, sog'lom turmush tarzi inobatga olish kerak. Pitание. Yeb ichishimizga ahamiyat berishimiz kerak. Chunki bu eng birinchi anaqa nima deydi, hozir ko'plar shirinlikka yopishgan, gazirovkalarga yopishgan.
balki me'yorida yaxshidir, но me'yordan oshib ketyapti. Ayniqsa bolalarda onalar ahamiyat bermayapti. Lekin bor shunaqa nima deydi, осознанный onalar, tushunadigan, ongli ravishda tushunib, mana nima deydi, oddiy sabzavotlarni to'g'rab qo'yinglar deyman, stolda tursa, bola ko'rib baribir xohlasa xohlamasa ona bilan baravar yeyishni boshlaydi. Birinchi tarbiya ota-ona o'zidan ko'rsatish kerak. Ota-ona to'g'ri nima deydi, ko'rsatsa, bolalar baribir ketidan anaqa qiladi. Hozir yuqorida stress haqida juda ham yaxshi ma'lumot berdingiz. Men yaqinda bitta statya o'qigan edim. Shu yerda aytilganki, stress hattoki sigareta chekkanni zararidan ham yomonroq deb aytilgan. Shu haqiqatmi rostdan? Bor gapmi? Bo'lishi mumkin, chunki stress bizada kutilmaganda birdaniga sodir bo'lishi mumkin. Yaxshi tomon, yaxshi ma'lumotli stress ham, yomon xabarli stress ham birdaniga kutilmagan holda sodir bo'lgani uchun xavfliroq bo'lishi mumkin, chunki sigaret chekkanda odamni organizmi, ayniqsa tomirlar уже bunga ko'nikib boradida, shu nima deydi, baribir organizmimizda shunaqangi yaratilganki, Alloh tomonidan hamma narsa nima deydi, kompensator yo'li bor. O'zini bir-birini qoplash, bir-birini o'rnini egallash, baribir anaqa yo'llari borda, mexanizmlari bor. O'shaning uchun stressni o'rni juda anaqa katta. Keyingi savolim, yurak xastaligi bilan og'riyotganlar hozir tobora yosharib boryapti. Yoshi, ya'ni bu shunchalik xavflimi? Biz nimani noto'g'ri qilyapmiz? Nimaga ahamiyat bermaymiz? Bu narsa yosharib ketyapti. Bu kasallik, yurak xastaligi. Bu birinchidan o'sha stress bo'lishi sabablaridan bittasi, eng katta sabab bu stress. Chunki yoshlar hozir tez-tez ishlab, pul topib, mana bu nima deydi, mana shu hayot tez tarziga ko'nikish zamon talabi bo'lib qoldi-da. И nagruzkani o'sha bunaqani ko'tarishga harakat qilishligi sababdan bo'ladi. Va yana bitta narsa, hozir juda ommaviy bo'lib ketyapti yoshlar orasida har xil tabletkalar, energetiklar, har xil narkoticheskiy tabletkalar chiqqan. Bular o'ylashadi, hozir mana maza qilaman, bo'shashaman, mana shuni iste'mol qilsam, mana shu problemam, muammoyim yo'qoladi, unutaman deb o'ylashadi. Bu yig'ilib juda katta muammolarga olib keladi. Shu sabablar, eng katta sababi menimcha shu. Hozir elektron sigaretda ham rosa menga ayollar kelishadi, homilador, lekin qo'lida ana vape nimadirlar. Keyin men so'rayman, nima chekasiz? Homiladorsiz-ku. Endi ilmiy maqola bor, hozir sizga aytib o'taman. Vape'lar sigaretdan ham zararliroq. Xavf, ziyonli bu. Mayda hozir sigaretda ham shu ta'siri 7 ta sigaret kuniga homilador ayolga mumkin. Chunki ilmiy tarafdan 7 ta sigaret kuniga chekish mumkin, chunki bu preeklamsiya holatini oldini olar ekan. Lekin men buni reklama sifatida mana hammanglar chekinglar deb aytib o'tmayman. Baribir ham bizda bekitib, uzrini so'rayman, ro'molmi yoki kichkinami, baribir ham kontrolda bir xil qizlar bo'lmasa ham homiladorlar kelishadi, so'rashadi. Baribir ham bizni ogohlantirishimiz kerak-da bularni. Mana shu qadam boshlansa, keyingi qadam nima kutish mumkin? Shu vape'danmi nima kutishimiz mumkin? Yurak charchaganni qanday signallari bo'ladi? Mana yurak charchaganni qayerdan bilsa bo'ladi? Og'rigandanmi yokida yurolmay qolgandanmi, mana qarsillagandanmi? Yurak charchaganda birinchi signallari qanaqa? Уже o'zim anaqa qilib ketdim, chunki yurak charchagan bu juda jiddiy muammo. Yurak charchagan bu yurak yetishmovchiligi deyiladi, сердечная недостаточность deyiladi. Birinchi belgisi bu hansirash. Hansirash, даже
yurmagan holda, yotgan holda agar hansirash paydo bo'lsa, bu insonga tavsiya qilaman tez ko'rikdan o'tib konsultatsiya olish va o'sha hansirash davrida уже davoni boshlash kerak, chunki borib u battar bo'lishi mumkin. Lekin yoshlarda bu hansirash ko'pincha o'pka kasalliklaridan bo'ladi, va baribir shuni bilib qo'yish kerak. Solishtirish kerak. Shu joyda o'zimni fikrimni aytib o'tmoqchiman. Yurak mana zo'riqishi, charchashi, toliqishiga man psixologik tarafdan shunaqa deb o'ylaymanki, mana ro'yobga chiqmagan yokida javob berilmagan sevgi, muhabbati ko'pchilikda bo'ladigan holat. Bu balog'at yoshida ham bo'lishi mumkin, katta bo'lganida ham, kimgadir juda ham hatto bog'lanib qolib mehrini beradi, lekin qayta shu mehrini ololmaslik. Yokida mana ba'zida onalarda ham bo'ladi, bolalariga butun mehrini beradi, katta qiladi, katta bo'lgandan keyin uylanib onasini esdan chiqarib qo'yishadi yokida turmushga chiqib albatta onasini esdan chiqarib qo'yishadi. Mana bu ham menimcha yurak zo'riqishiga, tolishiga, charchashiga, уже ishonchsizligiga olib kelsa kerak, hayotga bo'lgan sevgi, muhabbat yo'qolib qolishiga olib kelsa kerak deb o'ylayman. Bitta fikr aytib o'tayim. Mana endi zamon talabi hozir ham uspokоительный ichadi, tinchlantiruvchi, magniylar, qo'shimcha kilogrammlab, tonnalab ichishadi, lekin stress o'zgarishi, kortizol gormonini ham evolyutsiya, то есть zamonni yaxshilanish tarafi ham borda. Agar hayajon bo'lmasa, sevgi bo'lmasa, agar taxikardiya bo'lmasa, odamga signal bormaydi-da, что надо думать, o'ylash kerak, fikr yuritish kerak, stress holatida boshqacha qadam qo'yish kerak. Bu защитный, то есть himoyani ham bitta anaqasida, Charles Darwin aytgandek, борьба за существование, да? Это одна из положительных черт, то есть stressni plus taraflarini ham aytib o'tsa bo'ladi, lekin biz endi faqat uspokоительный berib biza trenirovka qilish kerak-da organizm. Stressni to'g'ri qabul qilib va undan o'tib olishni o'rgatishimiz kerak. Dorisiz, Bir xil bemorlar keladi, ularni faqat eshitish kerak. Mana bo'ladi shunaqa qaynanalar yoki kelinlar, endi hammani har xil muammosi. Mana o'shalar bilan yarim soat prosta o'shalarni problemasini eshitib o'tirsangiz ham oxirida aytishadiki, voy shunaqa yengil bo'ldim, xuddi psixolog oldida o'tirgandek bo'ldim siz bilan deyishadi. No agar endi men o'sha muammoni eshitib anaqa qilaman, agar kerak bo'lsa, nima deydi, ko'rsatma bo'lsa, обязательно psixolog ko'rigiga bitta boring. Baribir shuni psixolog bilan ishlamagunizcha buni bartaraf qila olmaysiz. Men bu yoqdan dori berib, biz simptomlarni yopgandan ko'ra, ildizini topib, psixolog bilan ishlab, anaqa shu yo'nalishda ham ishlab ko'ringlar deb aytaman. Hozirgi kunda shifokorlarning integrativ yo'nalishi juda ham rivojlandi, juda ham mana hozir ko'p juda ham kuchli mutaxassislar chiqqan. Har bir yo'nalishda mana yurak kardiolog ham, akusher-ginekolog ham, terapevt ham, yana endokrinolog ham hammasi bu yo'nalishni o'zini ishiga qo'shib qilishyapti va buni natijasi juda ham zo'r. Siz kardiolog sifatida, yurak mutaxassis sifatida integrativ qanaqa yechimni tavsiya qilasiz o'zingizni? Mana bizani eshitib turganlarga, bemorlaringizga, misol uchun kuragi og'ridi deylik, kuragi og'risa bu nimani belgisi? Bu kuragi rostdan ham og'ridimi yoki bu yurakning signalimi? Semirish bo'lsa, misol uchun mana yurakni eshitganman, yurak ham atrofida yog' yig'adi, o'ziga yarasha. Mana bunda nima qilish kerak? Integrativ qanday yechimlar bersa bo'ladi? Masalan, kasal bemorlarga aytaman har doim. Birinchisi bu o'sha sog'lom turmush tarzi. Bo'lmaganda qadamlardan boshlanglar deyman. Mayli o'sha sport zalga bora olmaysizlar, vaqti yo'q, masalan, ko'p onalarning yosh bolasi bo'lsa, hovlingizning o'zida hatto 3000, 5000 har hafta mintaga ko'paytirib, qadam qo'shib, oxirida 7000 gacha, 10000 gacha olib boringlar deyman. Chunki mana shu qadamni o'zi ham xolesterinni tushiradi, qondagi glyukoza miqdorini tushiradi, insulin rezistentnostni to'g'irlaydi. Shuni o'zi va oziq-ovqatlarga ham e'tibor berish kerak, ko'proq kletchatka yeyish kerak. Kletchatka bu bizani sabzavotlarimiz, ayniqsa qirsillaydigani, karam,
bolg'ar qalampiri, bulg'or qalampiri va bodring, zelinli, ayniqsa zelinli. Shuni o'zini qilishsa ham уже 50% muammo bartaraf bo'ladi. Masalan, hozir ikkita bemorni gapirib beraman. Bitta bemorimizni vaznlari unaqa katta emas edi. Massa indeksi bor, indeks massa tela deyiladi. Indeks massa telalari yaxshi edi, lekin xolesterinlari sag'al baland edi. Ularga bilmayman, oldindan shunaqa tushuntirishgan ekan, negadir tushmagan ekan xolesterinlari. Sizni organizmingiz shu xolesteringa o'rgangan, tushirishingiz kerak emas deb, chunki undan oldin rosa ko'p davolar qilishgan ekan, tushib yana rezki chiqib ketaverar ekanda. Men aytdimki, keling dedim, integrativ yondosh boqamiz shu muammoga. Birinchi safroni yurg'izish bilan ishladik. O't tufayli bilan ishlagansiz. O't tufayli bilan ishladik. Ichak yo'llari, ichak shilliq qavati bilan ishladik, mikrobiota bilan ishladik, ichak mikroflorasi bilan ishladik. Shuni o'zida 1,5 oyda xolesterinlari tushdi. Va menga yuboryaptilar. Men xursand bo'ldim. Voy, yaxshi rezultat desam, men tushunmayman, men ertaga oldingizga kelaman dedilar. Nega desam, qanaqa tushirdingiz deyaptilar-da. Men shuncha payt tushmagan xolesterinim. Qanaqa qilib bu anaqa bo'ldi? Xolesteringa dori unaqa ichmadik yoki deb. Bu mana birinchi misol. Ikkinchi misol, 119 kilolik bemor keldilar, уже 60 yoshdan oshganlar. Ularga даже ko'p qadam etolmayman, chunki vazn og'ir. Уже sahrli diabet boshlangan, qandli diabet boshlangan, yurakda muammolar bor, yurak zo'riqishi bo'lgan. Keling dedim, mana shu ichak bilan ishlaymiz и 3000 qadamdan boshlang dedim. Mana qancha yura olsangiz, hansirash ko'paymaydigan qilib, melki kichkina qadamlar bilan, o'zini zo'riqtirmasdan odam, вот как ko'chaga aylanishga chiqqanda, mana navaralar bilan aylanishga chiqqaningizda hisoblang. Shagamer olasizmi yoki telefonda bor. O'sha bilan hisoblang. 3000 qadamdan boshladilar. 1,5 oyda где-то 8 kilo tashladilar. Yozyaptilar, ancha yengil bo'ldim. Yoki masalan vaznlari 100 dan kamaymadi o'shanda. Mana shuni o'zida ham men ishondim, mana shu ishlarkanman. Oldin aytishsa, bo'lmagan gap derdim. Deydilar. Keyin ko'p kasallar keladi, bemorlar bittada tuzatishni xohlashadi-da. Mana ular yig'ib kelishadi. Menimcha hammada shunaqa. Tilla kapsula berasiz. Tilla kapsula. Yo, sizda sehrli tayoqchingiz bor. Yillar davomida yig'ib kelishadi. Уже nima deydi? Bitta kasal bilan emas, bir nechta уже buket deymiz biz. Komorbidniy kasallik kelishadi-da. O'sha 1 oyda qanaqadir katta natija olgiligi keladi. Ожидание реальность deydi, kutilgan narsa va bo'lgan narsa, ularni kutilgan darajada bo'lmasa xafa bo'lishadi. Men aytaman, sizlar shu narsani yillar davomida yig'ib keldinglar, yo men qanaqa qilib birpasda tuzataman. Meni ishim sizlarni to'g'ri yo'nalish berish sizlarga. Bu 15% ham emas meni ishim. Hammasi o'zingizlarga bog'liq deyman. Nadiyaxon, agar biza qarasak, bu ham bir ongi transformatsiyasida odam o'zgarishi, bu irodasi har bitta doktorga kelganda. Men har doim aytamanki, xuddi shunaqa, meni o'zgartirmadi-ku, mana bo'lmadi-ku. Men aytaman, aylanib keting, endi siz necha yil yurdingiz shu vaziyatingiz bilan, xuddi shu Muxlisaxon gapirgan gaplariga qo'shilaman. Ular transformatsiya, fikr o'zgarishda, odam o'zi o'zgarsa, unda yondashilgan holda har bitta gap ham davolaydi-da o'shanda. Agar inson zot o'zgarmayman desa, o'sha gapimiz ham bir tiyin. 90% bemori o'ziga bog'liq. Anaqa nima deydi? Kapsula yozgan tavsiyani ham bir tiyin deyman-da. Endi mana bitta hikoya aytib beray. Hikoyalarimiz har kuni yig'ilib boradi. Santa Barbara deyman. Bu ayollarimiz bizni naverini tugamaydi. Men juda xursandman. Anaqa serial, kino ham ko'rmaslik. Vaqtingiz yo'q chunki ko'rishga. Shart emas. Vaqt yo'q, shart emas. Integrativ yo'nalishda bizda fobiya bor, ayollarimizda qo'rquv bor. Birinchi qo'rquv bu gormonal qo'rquv. Ikkinchi qo'rquv bu gormondan hamma ayollarimiz qo'rqadi, lekin qo'shnini tavsiyasidan qo'rqishmaydi.
anavi nima deydi Давление dorini paqillatib ichishi. anavi divanniy sovet Любойда ichishadi. Bu bormi Keyin давление? Qanaqa nima so'rashmaydi. Bormi ichib keyin men aytaman aylanib ketdik 7 pushtingizni tavsiyasini qo'ying deyman shu 7 pushtini tavsiyasi bizga hozir to'g'ri kelmaydi где то 2 hafta oldin manga 5 ta подряд ulanib ketadi-ku ana цепной reaksiya bitta yaxshi xabar keladi hgch положительный 2 ta test chiqdi hozir men sizlarga aytaman ayolda qizimizda vitamin D juda past edi gormon yozmadim inezitol qo'shib berganman 1,5 yil davomida ularda bepushtlik lekin erkak bepushligi ularda afzalroq ko'rsatkichi ko'proq. ko'rsatkichi ularda мужской faktor бесплодия deymiz erkak faktori va teratospermiya bo'lgan to'g'risini aytsam konsultatsiya paytida sizda teratospermiya то есть tirik spermatozoid bo'lsa ham tirigini ichida patologiya то есть avariyaga tushgan spermatozoidlarni zurriyot keltirish spermatozoidlarni foizi yo'q chunki kasallangan deb aytib o'tishimiz mumkin lekin men har doim aytaman Alloh birinchi o'rinda biza endi men 85% berdim 90% lekin 2 oydan keyin kelishdi hgch положительный Soft xushbo'y lubrikantlar to'plami. Bular har biri o'z muxlisiga ega, chunki bu yerda 8 xil meva ta'mi ishlatilgan va jinsiy hayot paytida og'riqli va noqulaylikni bartaraf qiladi va noxush hidlardan ham saqlaydi. Bu lubrikantlarni yurtimizda istalgan dorixonalardan topishingiz mumkin. hgchlar yaxshi chiqdi xursand bo'ldik keyin aytdimki men har doim Allohning yonida juda kichkina bandaman birinchi Allohni aytgani bo'ladi bu ham nima deydi gormon yozmagan edim faqat integrativ yo'nalishda ayolli va xo'jayinlariga 2-3 ta korreksiya berganman unaqa ko'p emas dori emas abad sifatida va turmush tarzini suyuqlik ko'proq ichishga tavsiya berilgan chunki hozir chilla hozir issiq bo'ladi 40 gradusdan keyin qon quyuq bo'lgan qon quyuqligini ham biza suyuqlik bilan to'g'irlashimiz mumkin va sabzavot yagodi deyman ularni ko'proq mevalarni ratsionga qo'shishdi bu birinchi vaziyat ikkinchi vaziyatim Xorazmdan kelganlar 5 yil bepushtlik 2 ta natija bermagan eko amaliyoti va ularni korreksiya qilib berganman prolaktin moddasini desineksiz tushirib berdim prolaktin moddasini bugungi kunda ilmiy taraflama ko'tarilishini sababi nafaqat sentral asab tizimiga то есть tizimiga bog'liq tegishli u B12 vitamini pastligi bilan ham bog'liq va ularga korreksiya qilib berdim uni bog'liq tarafi bor ekan organ tizimlari Xorazmda Xivada o'zidaga borganlar doktor hech narsa yo'q degan Toshkentga qaytib kelganlar ishonmadilar men homilador emasman значит ona va bola markazida akushерство ginekologiyada poliklinikaga kelib ishonmaganlar sizlar meni aldayapsizlar deb konsilium bo'lgan 3 ta doktordan bolani oyoq qo'llarini ko'rsatib hammasi joyida va yurak urishini bilib biz yig'laganmizki men kuldim men juda Xorazm aholisini yaxshi ko'raman значит meni hissam qo'shilibdi sizlarni aholinglar ko'payishiga Demografiya yaxshilanishiga demografiya yaxshilanishiga sog' zurriyotni keltirishiga deyman tabiiy yo'l bilan kelishiga man hozir sizlarni gapinglardan shunday xulosa qildimki demak integrativniy vrachevaniada shifokorlikda odamni organizmida yetishmovchi defitsitlarini ko'rib tekshirib chiqib va unga kerakli mana suv yetishmasa suv vitamin D yetishmasa vitamin D B vitamini misol uchun o'sha kletchatka sabzavotlar orqali yokida o'sha yagodi nima deydi mevalar orqali nima yetishmasa shular orqali davolash va tabiiy yo'l bilan o'sha muammoni yo'qotish nimasi ekan yo'nalishi ekan metodi ekan mana shu yetishmaslik ham nimadir simptom beradida ko'pincha simptomiga dori berib o'sha pog'onasini yopishadida
asl nima deydi причина asl sababiga ahamiyat berilmaydi. O'sha mana shu asl sababini topib, o'sha yetishmovchilik bilan ishlasa, o'sha yetishmovchilikka olib kelgan kofaktorlar bilan, kofaktor har xil fermentlar bor, vitaminlar bor, o'shalar bilan ishlansa, natija yana ham yaxshi bo'ladi. O'zi preventiv integrativ degani bu kasallikni oldini olish degani. Mana shu kasallikka olib kelmaslik, asoratlariga olib kelmaslik degan ma'noda. Demak, simptomini yo'qotish emas, balkim ildizi tegi bilan ishlab, uni butunlay fundamentida fundament tegini tozalab, ya'ni Iloji tegidan boricha, to'g'irlab, ha. iloji boricha shu narsani butunlay yo'qotish ekan. bizani organ tizimimizda mana organ tizimi olsak, qaysidir sababni bartaraf qilsa, ikkinchi narsa ham to'g'irlanib ketadi. Chunki biza bitta gormonni to'g'irlasak, bitta gormonni to'g'irladik, tana vazni tushib ketadi. Bitta gormonni to'g'irladik, libido joyiga tushadi. Bitta gormonni yoki qaysidir yetishmovchilikni to'g'irladik, ayolda boshqa faktorlari to'g'irlanib ketadi. Men aytmoqchimanki, har bitta narsa bir-biri bilan bog'liq. Bugungi kunda kasal bo'lish juda qimmat. Endi eng bepul, eng yondoshilgan holda tavsiya bu oldini olish. Biza o'zimiz taraflama galochkalar qo'yib ketamiz, qaysi narsalarga ahamiyat berish, sog'lom turmush tarzini biza hammamiz juda katta gapiramiz. Sog'lom turmush tarzi, sog'lom turmush, lekin qanaqa qilish kerak? Inson zot tushunish kerak. Mani organizmimga mana shunaqa to'g'ri kelar ekan. Kimdirga 10 mingta qadam to'g'ri kelmaydi, kimdirga 5 mingta to'g'ri kelmaydi. Individual ravishda biza qadam qo'ysak, to'g'ri deb o'ylayman-da. Endi sizlarga shunday savolim bor. Bu savolim ikkalaringizga ham berilgan. Odamni immuniteti faqat viruslarga qarshi ishlaydimi yoki-da uni emotsional holatiga ham yordam beradimi? Ya'ni bizada mana stress bo'lishi mumkin, kayfiyatimiz tushishi mumkin, kimdir xafa qilishi mumkin, yoki yiqilib tushishimiz ham mumkin, bu ham bitta stress holati. Shu narsaga bizning immunitetimizni qanday nimasi bor, bog'liqli joyi bor? O'zi immunitet degani bu himoya, nimadandir himoya qilish. Bizning organizmimizda mana shunaqa himoya qiladigan hujayralar bor. Umumiy qilib olganda tizim bor. Bu o'sha tizimni immun tizimi deyiladi. Tabiiyki, immun tizimi hamma organlar bilan, boshqa hamma tizimlar bilan, nerv tizimi, endokrin tizim, qon tomir yurak tizimi bilan juda ham bog'liq. Chunki har bitta tizimda immunitet hujayralari jamlashgan. Ayniqsa ichak tizimida 80% immunitet hujayralari joylashgan. O'shaning uchun hammasi bir-biriga bog'liq deb o'ylayman. Qo'rquv immunitetni tushiradimi? Qo'rquv, strah вот. Ну, я поняла. Endi mana qarang. Bu ayolning reaksiyasiga bog'liq. Kimdir, men har doim aytamanki, doktor bu xavfmi deyman. Men aytamanki, endi siz menga aytingchi, xavflini har bitta ayolni kimdirga rak bo'ladi desangiz qo'rqadi. Kimdirga sizda shamollash bor desangiz qo'rqadi. Endi har bitta odamning reaksiyasiga bog'liq bu bir. Ikkinchi narsa, qo'rquv bu защитный mexanizm, himoya mexanizmi. Ikkinchi o'rinda kortizol balandligi bu immunitetdan ushlab turadi-da. Yaxshi tarafini aytib o'tmoqchiman, faqat yomon magniychili deya olmayman. O'shanga bu noto'g'ri bo'lishi mumkin. Har xil bemorlar bor-da, kimdadir mana sizda mana shunaqa og'ir kasallik desa, hech narsa zo'r bo'lib ketaman deydi. Ha, kimdir вообще ahamiyat bermaydi. Zo'r bo'lib ketaman deydi. Unaqa kimdir juda ham stressga tushadi, nima qilaman deb o'sha stressdan chiqa olmaydi ko'plar. Voy, men demak ertaga mana bunaqa bo'lar ekan, bolalarim nima bo'ladi, uyim nima bo'ladi, ishxonam nima bo'ladi deb kurashishmaydi. Lekin mana shuni anaqa qilib kurashishmaydi. Lekin shunaqa bemorlar bor, kurashadi. Shuni qabul qiladi. Bo'ldi, men nimadir qilishim kerak, mana shu bolalarim uchun oyoqqa turishim kerak deb kurashadi. Mana eng zo'ri mana shu. Bemor hamma muammoni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri xulosa chiqarib, mana shu kurashga tayyor bo'lish kerak. O'shanda uzr, gapingiz bo'ldim. O'shanda shifokor ham
birga ishlashi anaqa natijasi zo'r bo'ladi. Bizani vazifamiz-ku Muxlisaxon Saidakbarovna, doktor vazifasi to'g'ri motivatsiya berish, keyin yaxshi tarafini tushuntirish, yomon tarafini tushuntirish. Ikkita yo'li bor har doim. Agar qadam bosilsa qaysidir vaziyatga, yo qadam bosilmasa, hech narsa qilinmasa, sandan harakat, mandan baraka. Xuddi shunaqa narsa. Agar biza to'g'ri yo'l ko'rsatsak, to есть natija qanaqa bo'lishiga, mana siz mana bu dorini ichdingiz, mana bunaqa natija bo'ladi. Endi har xil vaziyat bo'lishi mumkin-da, lekin bizani doktorlik vazifamiz yaxshi natijani ham ko'rsatib berish, yomon natijani ham ko'rsatib berish. Manimcha doktorlar salkam psixolog ham bo'lishi kerak. Chunki sizlar kimdirda rostakasm yomon diagnoz bo'lsa-da, mana shunaqa hodisalar ham bor, ko'p eshitganman. Sanda shunaqa yomon diagnoz, mana endi oxir o'lim bilan tashxis, o'lim bilan tugaydigan kasallik bo'lishi mumkin. Shunaqa deganda uyigacha yetib bormaganlar bor. Misol uchun kimgadir 1 yil yashaysan, sani 5 oying qoldi, 6 oying qoldi deb yuziga aytishadi-da, o'sha kuni o'zi o'lib qolishi ham mumkin. Stressdan, qo'rqib ketgandan. Albatta bu o'sha vrachlarimizni, shifokorlarimizni to'g'ri yetkazib bera olishi va bunday og'ir narsalarni albatta yuziga aytmaslik, yaqinlari bilan maslahatlashgan holda sekin o'sha to'g'ri korreksiya qilish, menimcha bizani hamma shifokorlarimiz, O'zbekistondagi hamma shifokorlarimizni vazifasi deb bilaman. Og'ir tashxisi bor bemorlar ham ma'lum bir vaqtda oyoqqa turib tuzalib ketgan anaqalarimiz juda ko'p, misollarimiz juda ko'p. O'shaning uchun birinchi vazifa mana shu motivatsiya berish kerak. Obязательно yomon tashxis bo'lsa ham umid berish kerak. Umid berish kerak. Ko'tarish kerak, motivatsiya berish kerak, ruhiyatini ko'tarib, yo'q, mana bunaqa yo'li bor, to'g'ri. Qabul qiling buni, mana shunaqa tashxisi shunaqa, lekin mana bunaqa yo'llari bor. Nima deydi, hayot sifatini ko'tarishga, hayotni nima deydi, miqdorini deydimi, cho'zishga imkoniyat bor, hali kurashishingiz kerak deb to'g'ri tushuncha berish kerak deb o'ylayman. Bugun suhbatimiz tugagani yo'q, azizlarim. Juda ham xursandman bu suhbatni, bu ayol community ni biz boshlab olganimizdan, birinchi qadam tashlaganimizdan va albatta mana savollarimizni yana nechtasi qolib ketdi, yana davom ettiramiz sizlar bilan, hammasiga javob beramiz. Va azizlarim, agarda sizlarda savollar bo'lsa, hammasini kommentariyada yozib qoldiring va hammasiga birma-bir to'xtalib o'tamiz. Chunki bu tugamaydigan mavzu, hayot tarzi, psixologiya, ayollik, sog'lik, go'zallik, bu haqida yana sizlarda bizani eshitganinglardan keyin yana savollar paydo bo'ladi. Bunga ishonaman. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha